Hamma muammolaringizni yechini ko'rsataymi? Qarab turing. 5000 so'm, 10000 so'm bilan o'sha muammolaringiz hal bo'lib ketadi, ham ishonasizmi? Qarang. Do'stlar, bular otasiz bolajonlarimizga tayyorlanayotgan maktab o'quv qurollari. Hammasi 2-sinfdan 8-sinfgacha. O'zbekiston bo'yicha aynalyapmiz. Siz ham mana shu safimizga qo'shiling, ehson qiling. Qarzdormisiz, befarzandmisiz, ishingiz yurishmayaptimi, baxt talabmisiz? Hammasi muammosi mana shu. 5000, 10000 ehson qiling-da. Ya Robbiy, ko'rib turibsan, mana shu ehsonim sababli mana shu mushkullarni bitirgin deb qalbingizdan o'tkazing-da, inshaalloh yechim topiladi va bu yechimini topganlar juda ham ko'p bo'ldi bizning safimizga qo'shilib. Faqat bee'tibor bo'lmasangiz bo'ldi. Mayli, pulingiz bo'lmasa do'stlar, mana shu videoga like bosib, 10 ta eng yaxshi ko'rgan odamingizga jo'natib qo'ying va repost tugmasini bosing, kommentariyada duolar qiling va bu videoni storiesingizga olib chiqib qo'yingki, yaxshi ishga sherik bo'lganingiz sabab, siz sabab kimdir ehson qilib qoladigan bo'lsa ham, ana shu mushkullaringiz, ana shu muammolaringiz yechilib ketsin inshaalloh. Befarzandlarga Alloh taolo shirindan shakar farzandlar bersin, qarzdorlarning qarzi uzilsin, kasallarga shifo bersin, musofirda yurganlar eson omonda vatanga qaytib kelishini, bebaxtlar bormi, hammaning mushkulini oson bo'lsin. Mana shu safimizga qo'shilinglar do'stlar. Sizlar sabab yetim bolajonlarimiz xursand bo'lib qolsa, inshaalloh Robbim marhamat keng zot bizga ham mushkullarimizni oson qilib oladi. Qaranglar do'stlar, juda ham go'zal narsa. Bitta sumkada 24 xil, 25 xil mahsulotlar bor. Faqat safimizga qo'shilsalaring bo'ldi.